Uchalamiz oramizda zamon bilan hamnafas yurgan yoshi katta eng kattasi Xayrul akam. Reels ham qila olinglar. Vaynam ola olinglar. Boshqasini ham. Eng qarisi men. Tashqi ko'rinishi bunaqa bo'lgan o'zi 80 yoshli odamga o'xshayman. Fikrlash. O'zimdan otalar so'zda chiqishim kerak edi. Siz Xayrul akamga o'xshab haftada 2 marta samolyotda uchsangiz pachaqingiz chiqib qolardi. Ha, yo'q, yilda 2 marta uçsam uçkum kelmayapti hech qayerga. Xayrul akam haftasiga samolyotda ham, poyezdda ham, ot arabada ham borib keldilar, kerak joyga deb bilmadim. Yayov yurmadilar xolos, uzoq masofa. Itarava edi, ot arava emas edi. Laplan dedi. Qatdan shuncha kuch, ha. Qatdan shuncha g'ayrat. Misolim bor. Ya. Kuch beradigan bitta narsa bor. Motivatsiya beradigan. Pul demoqchimi? Ha, pul emas. Pulni qanchaligi. Pul rol o'ynamaydi, pul rol o'ynatadi deydi. O'zi aytsa kerak, nimaga bu Bobur har doim Xayruldan pulni sanay yuradi. Shunchalik ko'ra olmaydimi? Nuqul gapiradi. Eng qiziq rostdan ko'p topadi deb o'ylashadi, mana qarz so'rashyapti. Mana shu ko'rsatuvdi bu, shu narsa. Men yo'q desam, mana deb qo'yib berishyapti hozir. Qarz so'rashyapti. Seni tanidimi deydi, ha, taniydi, biladimi, biladi. Aytyapti deydi. Bilasku, ehsondan ko'ra qarz bergan yaxshiroq. Bilasku uni savobini. Ikkalasi ham hozir bir xil-ku. Bugun berib qo'ying ikkalamizga. Ikkalasi ham bir xil. 2000. Ehson bilan qarz berish hozir bir xil, bilasizmi? Ikkalasini qaytarib olamiz. Qarz beradigan darajaga chiqqaningiz o'zi katta gap, Xayrul aka. Bu so'rashayotganning o'zi bu sizga privilegiya bu. Normal summa so'rayapti deb o'ylayapsizmi hozir? Bu videodagi gaplar butunlay boshqa narsa. Nollar ko'pmi? Ha, nollar. Men eplolmayman u summani deb. Yo'q, unaqa emas desam, men bilmadim yana qo'yishadi. Boshqa sondan bo'ladi, u bor, o'sha emas.